Assalomu alaykum. Siz bilan yana doktor Alimov. Bugun judayam qiziq mavzu va menga berilgan eng ko'p savollarni yig'ib bu videoni tayyorlashga qaror qabul qildim. Ya'ni tutqanoq epilepsiya kasalligi bor insonlarda turmush qursa bo'ladimi? 1. Ikkinchi savol, xo'p, tutqanoqda qo'llaniladigan dorilar bolaga ta'sir qilishi mumkinmi? Ikkinchi savol, uchinchisi esa bu tutqanog'i bor ayol yoki erkakda o'sha dorilarning jinsiy jihatdan yomon ta'sirlari bormi? Shu savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bu epilepsiyasi bor insonni turmush qursa bo'ladimi? Avvalambor epilepsiyani 40 dan ortiq sindromatologiya turlari bo'lib, ularning juda ko'pchiligi turmush qurishga xalaqit bermaydi. Lekin ayrim turlari bor, bu turmush qurmasligi ehtimoli yuqori. Bularni turmush qurish tavsiya etilmaydi. Ya'ni bu 30 dan ortiq turida turmush qursa bo'ladi, qolgan turlarda turmush qurib bo'lmaydi. Ya'ni hamma turida turmush qursa bo'ladi, hamma turida turmush qurib bo'lmaydi degan gap yo'q. Ayrim turlarda bo'ladi, ayrim turlarda bo'lmasligi mumkin. Xo'p, endi ikkinchisi, bu tutqanoq kasalligida ichadigan dorilarda xo'p jinsiy tarafdan ta'siri bormi? Ko'pincha bu ayollar orasida turmushga qurmoqchi bo'lgan yoki homiladorlikni rejalashtirmoqchi bo'lgan ayollarda yoki erkaklarda ham bu savol kelib tushishi mumkin. Bu holatda ko'pincha sudurgada qo'llanilgan ayrim dorilarning ayollardagi yoki erkaklardagi gormonal o'zgarishlarga olib kelinishi mumkin. Qachonki u partish nazoratsiz ichilsa. Ayniqsa valproat unumlari va o'zida valproat saqlovchi ayrim dorilar ayollarda bu ayollarning tuxumdonlariga, xo'p, undagi estrogen, progesteron, shu bilan birgalikda qalqonsimon bez funksiyasiga ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Doim ichgan payti ginekolog nazorat ostida, endokrinolog nazorat ostida bu dorilarni ichish kerak bo'ladi. Uchinchi narsa, bu homilador bo'ldi, epilepsiyasi bor ayol homilador bo'lgandan keyin qaysi dorilar bolaga bezyoni va homiladorlik payti bu dorilarni ichish tartibi qanday bo'ladi? Hozirgi kunda epilepsiyaga qarshi 30-35 ga yaqin butun jahonda dorilar bor. Dorilarni umuman klassifikatsiya qilingan payti ularning 5 ta guruhi A, B, C, D, E guruhlarga bo'lib chiqiladi. Bular dorilarning toksiklik darajasini hisobga olib. Misol uchun A guruhdagilar bu organizmga umuman ziyoni yo'q. B guruhdagilar ziyoni bo'lishi mumkin, lekin ziyoni kamroq. C guruhidagilar ziyoni bo'lish ehtimoli yuqori. Bular homilaga nisbatan teratogen xususiyatini olingan. C guruhiga kirgan o'sha karbamazepinmi, valproatlarmi, levetiracetammi, lamotrigimmi, hammasi C guruhiga kiradi. Bu degani homiladorga bolaga salbiy ta'siri bo'lishi mumkin, lekin bu har doim degani emas. Endi savol tug'iladi. Epilepsiyasi bor bemor, homilador bo'lib qoldi, turmushga chiqdi. Dori ichmaslik kerakmi? Bu ikkita nozik jihat bor. Agar birinchisi xuruj bo'lib turib, xurujlar miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, dori ichmasa, xuruj qayta bo'laversa, bola tushib qolishi va bolaga ham, onaga ham ziyon qilishi mumkin. Bu dori ichilmagan holatda. Ikkinchisi, dori ichilgan holatda uni teratogen bolaga nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Buni kamaytirish maqsadida avvalambor bemorning o'ziga, ota-onasiga, yaqinlariga axborot beriladi va ikkinchisi dozalarni iloji boricha homiladorlik payti kamaytirish bu bolada bo'lishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni xo'p kamaytiradi. Ikkinchisi, iloji boricha homiladorlikda bolaga ta'siri kam bo'ladigan dorini yozish kerak. Misol uchun levetiracetam degan dori bu sudurgaga qarshi dorilar ichida eng homiladorlikka nisbatan nojo'ya ta'siri kam bo'lgan dori hisoblanadi. Xo'p, siz va yaqinlaringizda xo'p, epilepsiya kasalligi bormi? Epilepsiya kasalligi bilan bog'liq bo'lgan sizda qanday savollar mavjud? O savollaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin va epileptolog xo'p, ya'ni sudurga bilan shug'ullanuvchi mutaxassis konsultatsiyasi kerak bo'lsa, yuqoridagi va pastdagi nomerlarga telefon qilib qabulga yozdirishingiz mumkin yoki quyidagi raqam orqali o'z savollaringizni Telegram orqali yo'llang. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi.